Yo'q, bilaman aytganimni qilsa bo'ladi-ku, necha kun cho'g'radim ha men senga. Kelma bundoq o'sha ovozingni. Tavba qil, qancha qiynaysan, shu yaxshi bilasanmi? Ona eshitdik, to'xtang. Men mas kasal navaris. Ishlarsa qiling, senga ham davo bo'ladi. Kelin shamollashlardan yuqqani bo'ladi. Olib keling men davolani. Balki kerak emas Siroyjon, doktorga bora qolaylik. Uyga borib kasal qilishni bilasiz-a, endi kelgan. Olib keling men davolani. O'zichi siz shamollaganingiz uchun bolaga yuqtiryapsiz. Oching. Yo'q, oching. Ishlarsa bo'lmaydi. Oya, xotinim o'ldirib qo'yasiz hozir. Xotin shuni bo'lmay qolsa, tiryokxonaga qo'zim bilaman. Doktor qilasanlar menga, bolaga qarash, mendan o'rganlar. Ota-boboy qilgan ishni qilmaysanlar. Mana Abdujabbor amaqing tog'dan toza salab kelgan. Hozir bitta yedirsam o'zi yaxshi bo'lib qoladi. Ey jonim bolam, och og'zingni. Ha, o'zi qo'y yog'idan zo'r yo'q. Qani og'zingizni ochingchi, toy bola, sal bola. Bolaga nazar tekkan. O'zlaringni kimdan kiradi birinchi bo'lib. Men aytganman senga qarama yaqindan deb. Ana kimdan? Voy navaramga o'zim 4 soat qaynatgan chuvalcha sho'rvamdan beraman. Qani, qani samolyot kerak. Aniq odam yedimi buni? Yegan. Qani o'tirchi o'g'lim og'zingni och. Esingdan yegan, och og'zingni och. Yut og'zingdan. Yut dedim men senga. Yut. Yema, chayna. Ana, ko'rdingizmi? Muncha yig'latding. Tegin alishtirishim kerak. Ha, borani olib borayimga. Ko'tlamanda, ko'z qizarib ketgan. Ojon urishalli. Keling, olib kelmasizmi? Ha, bolani ketini qizartirguncha o'zingizni betingiz qizarsa bo'lmasmi-da? Necha marta aytganman men sizga. Elaro baby premium tagitlarni ishlating deb. Namlikni o'tkazib bormaydi. Umuman allergiya bermasa, ilingiz haq kerakmi sizga yana, ha? Opajon. Xo'p deb bilganingizdan qolmaysiz har doim. Yo'q-ku. Oya, prosta yo'taluvdim. Suv bo'lib ketdi. Yana bir pas terlasak, hamma kasallik chiqib ketadi. Ojon, o'lib qolmaylarmi? Erli toks. Bitta sizda yer bor ekan-da, nafasingiz shamol uchirsin. Mendan 5 ko'proq o'zingiz deysiz, undan 5 battar bo'ladi. चोरी चोरी कर धड़क धड़क जिया जिया O'char ovozingni. Qaysi maktabdan keldilaring? Qani kuratiring, saflan. Voy kematmi katta xola uy kelmagansanlar, to'g'ri turlaring. Kirasanlar hozir. Yechilmaysanmi sen? Ustoz, nima bir qoldi, yetib qo'ymadilar. Tayyorgarchilik qilib kelardik-ku. Yechaver, menda ham shu ahvol. Ey, temirliknikida shalaq deb soladi. Yo'q, men kechma tikyapman, bilaman. Unchalik emasdir. Qo'lingga soladi, tirnog'ingni olmagan bo'lsang. To'g'ri, nimani o'ylayapsan? Shunaqa yoqmayapti.